Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Minchinoy mahalla fuqarolar yig'ini 111-sonli kontri jami 2 gektar yer maydonida amalga oshirilyapti. Ekin turi tarvuz. Bu yerdagi ekinlarda zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda va hozirda ekinlarning holati juda ham yaxshi. Shu holatdagi ekinlarimiz 120 kun davomida yetishtiriladi. Ekinlarni yetishtirish davrida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 2 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Loyihaning asosiy samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichiga biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 50 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilyapti. Har bir dehqonchilik xo'jaligining daromadi o'rtacha 25 million 30 million so'mga to'g'ri keladi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlarini ekish orqali dehqon xo'jaligi daromadlarini yanada oshirish rejalashtirilgan.